Do'stlar, assalomu alaykum. Hop, Samarqanddagi Panjobdagi obyektimizgamiz. Bu yer ko'rib turganlaringizdek fasadlariga plitka teryapti bolalar. Hozir plitka haqida va rastvorimiz haqida sizlarga ma'lumot beraman. Xo'p. Plitkalar kafellik kilega teriladi va esa orasiga esa oqizattirka bo'lyapti. Bir dona plitka bering-da. Xo'p, plitkamizni razmeri balandligi 6,5, uzunligi 25, qalinligi 1 sm. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu obyektga mana shunaqa qora va qizil aralash plitka terilyapti. Ko'rib turganlaringizdek, orasi esa oq shof bo'lyapti. O'zimiz bu oq fugani ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Plitkani esa mana bunaqa holatda teriladi. Kafellik kilayda teriladi bu. Orasidagi zazori где-то 1 sm bo'ladi. Shof uchun. 0,8 bir atrofiga. Tepada bolalar o'z teryaptilar. Mana. Xo'p, plitkani tergandan keyin mana shu orasidagi shof qora rangi ham bor buni. Bu zatirkamiz oq rangi ham bor o'zim. Zatirkani ko'rsataman. Anaqa bo'ladi. Suyuq qilib orasini to'ldirib chiqadi keyin. Ko'pchilik aytadi bu plitkani tergandan keyin aka tushib ketadimi deydi. Tushmasligining sababini aytaman. Birinchidan kafellik kilega teriladi. Ikkinchidan esa mana shunaqa zatirkalar, polni zatirka bo'lgandan keyin bu hech qayerga qimirlamaydi. Chunki ham zatirka qisqasi bo'ladi, fuga, ham anaqa kilay yopishadi bunga. Ko'rib turganingizdek, mana qizil qoralarga oq zatirka juda ham yarashadi. Mana. Xo'p, plitka haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, hozirgi kundagi narxi 1 kvadrati 110 ming so'm, usti haqqi esa 135 ming so'm 1 kvadrati. Zatirkamizni bir qopi 150 ming so'm, 8-10 kvadrat joyizga yetadi bir qopi. Shu holatda. Zatirka qilib bo'lgandan keyin polni yuvilib chiqadi devorlar, xudo xolasa yana top-toza bo'ladi. Buni aslan shu tekis shkaturkali devorlarga yopishtiriladi, kafelniklar bilan. Devorlar tagi shkaturka bo'lsa, o'sha kafelniklar bilan yopishtirsangiz bo'ladi. Kafelnikni ham usulini ishlatamiz biz, shu tomoni orqasi baquvvat bo'lishi uchun. Safar aka necha kun ishladingiz bu yerga olib hozir? 3-chi kun. Bugun 3-chi kun, ha? 3-chi kun. Lesadan tashqari. Ha, teryat. Lesa bir kun. Lesa bir kun qo'ydilaringiz, 3 kun terdilaringiz, shundaymi? Ha, bugun 3-chi kunda xullas. 2. Ha, 3 kunga mana shu где-то bilmadim, 100 kvadratdan ziyod bo'lsa kerak bu yer. 120 kvadrat, ha? 4 kunda bo'lishadi bolalar. Zatirka qolgan bu bork ishlari bilan. Ko'rib turganingizdek. Azizlar, kimga shunaqa plitka va xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Plitkalarni O'zbekiston bo'yicha dastavka qilamiz, dastavkasi alohida bo'ladi. Terib berish xizmati Samarqand bo'yicha bo'ladi, boshqa viloyatlarga ham kelishilgan holda bolalarni yuboraveramiz. Videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yangidan yangi fasad va fasonlar bizning kanalimizda bo'ladi. Hammangizga rahmat.